Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari, dunyoda eng shirin asaldan shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Hammalarsiz xush kelibsizlar. Ana bugun onam tug'ilgan kunlari. Bu kishi bizani o'stirib, shuncha kunimizga yetkazgan shu insonlar. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin. Xudojonim nima deymiz? Bu kishi dunyo turguncha onam tursinlar. Bizani ana shu kunlarga yetganimizga shu sababchilar. Rahmatli otam, iloyim joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Dunyodan o'tganda onam ham ota ham onalik qilib bizani shu poyaga yetkazib, uylantirib, hammamizni uyli-joyli qildilar. Onajon, katta rahmat sizga. Iloyim sog' bo'ling. Iloyim uzoq umr ko'ring, bizani baxtimizga, boshimizga sog' bo'ling. Rahmat amalayim. Marhamat, yaqinlarini taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Bu dunyoda tillo yuzlarning sovg'a salomlarining qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Marhamat, otalarimizni taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini tinglaymiz. Marhamat. Jannatim onam mana, jannatim opajonim. Allohim, iloyim 100 yoshlarga kirsin. Kiring, har doim tani joningiz sog' bo'lsin. Mana shu 7 farzandni ulg'aytirib, boyaga yetkazib, uyli joyli qilib, ota o'rniga otalik qilgan meni jannatim opamlar bu kishi.
Allohim bize 100 yoshga kelganda ham opajonim sizlarning yonimizda har doim tanijoningiz sog' bo'lsin. Farzandlaringiz, nabira, abira, chabiralarni to'yini ko'ring. Har doim bosh bo'ling, qo'mondon bo'ling, farzandlaringiz boshiga bosh bo'ling. 100 yoshlarga kiring. Allohim munoqim tug'ilgan kunlari jannatim onam bo'lishlarini Allohim ko'pini sizlarga nasib qilsin. Mana opajon, ilohim, tanijoningiz sog' bo'lsin. Biz sizni umr o'rnida ko'ramiz, onamiz. Otasiz otalik qildingiz, farzandlaringizga bosh bildingiz. Farzandlaringiz huzurini ko'ring, ne'matini ko'ring, nabira, chabiralarning huzurini ko'ring, to'ylarni ko'ring. Har doim tanijoningiz sog' bo'lsin. Allohim o'z panohida asrasin. Hech qachon dard ko'rmang, g'am ko'rmang. Har doim har kuningiz mana shunday quvnoq shodlik bilan o'tsin. Rahmat opajon, 100 yoshlarga kiring. Onajon, rahmat sizga. Bizani shu ham ona ham ota o'rnida katta qildingiz. Shuncha qildingiz. Biz shu kunlarga erishdik. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring. Nabiralaringiz to'yini ko'ring, chabiralaringiz to'yini ko'ring. Biza xizmatda. Oyijon 100 yoshlarga kiring ilohim. Bizam boshimizga doim sog' bo'ling. Hamma nabiralarni huzur halovatini ko'ring ilohim. Bundan ko'payaylikki, kamaymaylik ilohim. Biza boshimiz yerga tekkuncha sizga ta'zimdamiz. Rahmat, tashakkur bildiramiz marhamat. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kiring, baxtingizga doim sog' salomat bo'ling. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring onajon. Nabiralaringizni, abiralaringizni to'yini ko'rib, biza xizmatda bo'laylik onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Hurmatli aziz yangamiz Shirindan Shakar o'g'il qizlari, nabiralari. Avvalambor sizlarga katta rahmat deyman. Bugunni tashkil qilib, yangajonimning yuraklarini ko'tarib, hammalaringizga rahmat. Yangajon 100 ga kiring. Farzandlaringizni, nabiralaringizni rohatini ko'ring. Shu kunlarga yetganingizga ming qatla shukr. Duom ham yotgan joylari jannat bo'lsin ilohim. Doimo ruhlari shod kelib yursin ularning yonida. Men tilayman dunyoda barcha yaxshi kunlar sizga yor bo'lsin. Kelajakda mana shu qarab turgan nurli ko'zlaringiz yana ming bor bahorni ko'rsin yangajon. Hammamizni baxtiga sog' salomat yuring ilohim. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Chiroyli qarsaklarni chalib qo'yamiz, rahmat. Onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin.